Bu videoni yaxshi holatdagi Nexia 2 ni izlab yurgan tanishlaring uchun jo'natib qo'yinglar. 2013-yil Delfin Svet Nexia 2 mashinani kraskasi mana shu oldi chap krilosida. Keyin kapotini ustida sepib yuborilgan ekan. Qolgan joylari 100% radnoy ekan. O'zimiz ko'rib proverka qilib chiqdik. Ichlariga o'tmagan, usuletlari ham o'z radnoy holatida turibdi. Motor Sons gibrid. Motor umuman moy yemaydi, ishlashlari yaxshi. Tak. Gemoroylari ham yaxshi holatda turibdi mashina. Xo'p, rul gidravlika, salon super, diskonditsioner mashinamiz. Hadoyi yaxshi ekan, 4 ta balon ham tishlari zo'r holatda turibdi. Hadoyida ham bunday ishi yo'q ekan. 218 ming o'zini halol probegi mashinani. Salonlari ham emas, antradalari ham bor ekan. Xullas tayyor mashina, ishi yo'q, olib mazah qilmaslar. 100 talik metan gaz baloni bor ekan. Mashina gazda ham, benzinda ham bemalol mos yurar ekan. Xo'p, bu mashinani $4200 ga berib yuboramiz.